Assalomu alaykum barchaga kayfiyatlar hammasi joyidami bolalar? Qo'llab-quvvatlab turganlaring uchun alohida kattakon rahmat. Endi bu videoda ham qo'llab-quvvatlashlar degan umiddaman. Bittadan like ta ayamasdan, podpiskani ham ayamaysizlar. Kommentariyaga kirsalaring, Telegram kanalimizga kirib qilib qo'yganman. Qaysi videolar ertaroq chiqadi va qachon chiqishini bilish uchun, yangiliklarni bilish uchun Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasam gapni ko'p cho'zmaymiz. Sabachka shu YouTube servisidan PUBG'ingizga yo boshqa o'yinlaringizga donat qilish esdan chiqmasin. Bo'lmasam videoni boshladik. Orqamdan 100 ta politsiyachi qulayapti. Agar ular bugun kun tugagungacha meni ushlab olishsa $500 ming yutishadi. Agar men qochib ketsam, ular hech narsa olisha olmaydi. Bo'la qol Jimmy, bo'la qol. Hech qachon to'xtama, bo'la qol. Xavotir olmang, menda reja bor. Bo'la qoling. Qayoqqa yuguramiz? Qayoqqa qochamiz? Yo xudoyim, bo'la qoling, tezroq yugurish kerak. Endi bizni vaqtimiz. Men va 4 ta sheriklarim 100 ta politsiyachidan qochib ketdik. Hozircha hammaga omad. Ular bizni kun oxirigacha ushlashlari kerak. Tezroq. Bizda imkoniyat bo'lishi uchun men bir necha oy davomida yuzlab kameralar, tuzoqlar va yashirinxonalar o'rnatdim. Umid qilamanki, bu narsalar bizni tuta olmasligi yetarli. Hibsga olindingiz. Hamma joy-joyiga, tutilib qolmang bolalar. Xudo yor bo'lsin. Furgonni yashirib qo'yaman. Meni ular oxirgi bo'lib tutishadi. Jimmy, qayerga qochyapmiz? Birinchi maqsadimiz oldinga. Yurmaganimga qansirayapman. Men joyimga kelib oldim. Darius somonlar o'rtasiga berkinib oldi. Biz esa tez orada ustuvoshlarimizdan alishtirdik. Ustuvosh tanishtiramiz? Shunday. Elisin esa Axlat o'rtasida o'tiribman. va ko'z ochib yumguncha Otni o'chirib oldik. Hamma harakatga tarqasin. politsiyachilar orqamizdan yetib kelishdi. Qo'y politsiya. Tarik, biz yo'ldamiz. Aloqa tugadi. Hozirda ko'rishamiz. Somonlarni qarachi, juda shubhali ko'rinyapti. Kim bu yerda? Mr. Beast. Meni oldimda ular. Bu yerda nimadir bor, somon o'rtasida. Qo'lingni ko'tar. Ismi nima ekan? Dariusmi bu? Qo'yib yuboringlar meni. Qo'yib yuboringlar. Ha, endigina 10 daqiqa bo'ldi, lekin Darius ushlanib bo'ldi. Politsiyachilar juda ko'p. Ular zanjir bo'lib butun shaharni o'rashyapti. Men bozorni oldidaman. Oldinga ketyapmiz, Tarik. Yaxshi kutyapman. Tarik, xaritani ber. Ular aniq qator bo'lib, hamma joyni tintuv qilishyapti. Lekin bu usulning bitta kamchiligi bor. Agar biz ularni qatoridan yashirincha orqaga o'tib ketsak, ular oldini qidirib orqani qarashmaydi. Meni rejam bilan qochishni hozir ayni vaqti. Ortimdan politsiyachilar bu yerda yer osti yo'li borligini bilmaydi. To'xtang. Oldiga. Yo'q, xudolar ular tepamizda. To'g'ridan-to'g'ri tepamizda bolalar, oldinga. Hozir men shahar ostidagi kanalizatsiya orqali yashirincha ketyapman. Tepaga chiqqanimizdan keyin tezda qochib ketishimiz mumkin. U yerda detonatorim bor, yashirinxona bor. U yerga bizdan oldin politsiyachilar bormasa bo'ldi. Bolalar, so'mkasida 100 ming bor ekan. Qo'y bolalar, meni eshitayotgan bo'lsangiz ular meni tutib olishdi. faqat sizlar qochinglar. Yashiringani yaxshiroq. Darius. Sen uzrni bizdan emas, onangdan so'ra. Ha, u hozir bizni tomosha qilyapti. Ha, aytgancha, kim 12 soat ichida bu politsiyachilarga ushlanib qolmasa Dariusga o'xshab, onasi uchun $100 ming yutib oladi. 5 ta gumondor qochib ketdi. Bu yigitlar ayyor, epchil va nima qilishini oldindan bilib bo'lmaydi. Qandaydir shubhali ma'lumot ko'rsangiz, albatta bizga aytishingiz kerak. Va esingizdan chiqarmang, har bir ushlagan odamimiz uchun $100 ming olamiz. bolalar ochiq joydamiz. Agar mantiqim to'g'ri bo'lsa, ular kanalizatsiyada bo'lgan paytimizda ular tepamizda edi. Endi demak biz o'tib ketganimiz uchun allaqachon qurshovor ortidamiz. Biz endi mana shu maydondan yugurib o'tishimiz kerak. Agar ushlanib qolsak, video tugaydi. Ratsiya tushib ketdi. Hammasi joyida. Men politsiyachilarni ko'rmayapman. Oradan 3 soat o'tdi, bo'linish payti keldi. Kim metroda boradi? Metroni yomon ko'raman. Mayli, men boraman. Qani bora qol, Nolan ortimdan. Qayerga ketyapmiz? Ulardan uzoqroqqa. Shu yerda bo'linamiz. Oxirgi marta ko'rishimiz bo'lishi mumkin, menimcha. Mayli. Elisa metrodaman, shu yerda ko'rishamiz. Voy, to'xta. U yo'q. Bolalar. Ishlar yomon. To'xta, qurshovdasan. Jimmy, ular ortimizdan kelishyapti. Metro burchagiga bor, u yerda yashirin joy bor. Ochildi. Politsiya, Yo'q, qo'lingizni ko'taring. Qo'llarni orqaga qilamiz. Bu meni hayotim davomidagi eng yomon xijolatli holatim. Ovozingni o'chir. Maktabga juda ham shoshilganim sababi bu yerda meni yashirinxonam bor. Ular meni hech qachon topa olmaydi.
yo'q. Bu yaxshi emas. Yo'q, ular yashirin xonamni topishibdi. Garchi ular yashirin joyimni topishgan bo'lsa-da, detonatorimni olishmabdi. Uni 100 ming dollarni oldiga solib qo'yaman. Keyin kerak bo'ladi, o'zingiz ko'rasiz. Yaxshiyamki politsiyachilar bu pult orqali televizorda hamma kameralarni ko'rish mumkinligini bilishmas edi. Menimcha ular yana maktabga qaytishadi. Shuning uchun iltimos qochib tur. Mana shunday. Yaxshi. Nolan, detonator menda. Yaxshi. Bu videoning eng xavfli joyi bo'lishi mumkin. Rejam amalga oshirish uchun baland binoni tomiga chiqishim kerak. Hozircha sinovni yarmi o'tdi. Hozirgacha yashirin joylarimizni ko'pchiligi fosh qilishdi. Darius esa hibsga olindi. Shuning uchun hozir ko'radigan narsangiz meni reja qilib qo'ygan eng dahshatli zaxira rejam. Va uni hammasi hozir Nolan qiladigan ishdan boshlanadi. Bilaman, videoni qiziq joyda to'xtatdim, chunki siz videoga like bosmagansiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Maroqli tomosha. Hey! Hoy, ishlar qalay? Bu Nolan, ushlanglar bolalar. Tezroq bo'ling, qochib ketib qolmasin. Tezroq ortidan. Va meni hiylam uchun juda ko'p portlashlar bo'lishini xohladim. Balki yaxshi fikr emasdir, lekin ko'rinishini qarang, juda zo'r. Hech nima ko'rinmayapti. Uni tuta olmadik. Yo'q xudo, onajon, sizni yaxshi ko'raman. Qochish kerak, ketish kerak. Yo'q xudoyim, hayotimdagi eng ajoyib ishni qildim. Yomon emas. Keyingi fikr bundan sal foydaliroq. Tanishib qo'yinglar, bu dublyorim. Jilmay. Xo'p, bu yagona dublyor emas. Shaharda 50 tadan ortiq dublyorim bor. Bu barcha dublyorlarni kinoteatrga olib bor. Va u yerga politsiyachilarni kirgizib, eshikni qulflab qo'yasan. Bajariladi. Mayli, unda senga omad. Ketdik. Skaynerlayapman. Bolalar, bu yoqqa. Qo'y, bu politsiya. Shoshma, to'xta. Ular kinoteatrga yugurib kirib ketishdi. Qo'shimcha kuch kerak. Shtat politsiyachi, to'xta. Qayerga g'oyib bo'lishdi? Ular shu yerda. Ularning orasidan bizni topib olamiz deb o'ylashdi, lekin qidirib topa olmay tashqariga chiqmoqchi bo'lishsa, chiqish yo'q. Eshik qulf. Va politsiyachilar bu yerda bir necha soat bo'lishlarini bilib, ularga klassik videomni ko'rishga majbur qildim. Va 100 gacha sanadim. 1, 2, 3, 4, 5. Nolan, barcha politsiyachilar kinoteatrga qamalib qoldi. Senda Nimadir yangilik bormi? menimcha biz uni topdik. Eshik. Bu nima? Yaxshi, shoshma. Hoy Jimmy, men bir joyga kirdim va eshik ochilmayapti. Eshik qulflanib qoldi. Omborxonada qamalib qolding. Bu eshik ham qulf, zo'r. Sen bu omborxonada qamalib qolganing sababi sen bu videoni homiysi bo'lgan shuki uni Telegram kanaliga obuna bo'lmagansan. Telegram kanaldagi UC servisdan ham PUBG yangi UC olishing mumkin. Omad Nolan. Obuna bo'lishni esdan chiqarma, bo'lmasa tamommiz. Qo'shilish kerak. Men hozir yo'lning o'rtasida ketyapman. Yaqinimda Festivals magazini bor. U yerga kiraman. Tezroq. U yerga eshikdan kimdir kirib ketdi. Bu yerga kimdir kelyapti. Oldi eshikdan 2 kishi kiramiz. Bu yerda kimdir bor. Men shu kuni Telegram va YouTube kanaliga obuna bo'ldim va eshik ham ochiladi hozir. Menga kod berdi. 4-0. Ko'ramiz nima bor ekan u yerda. Yo'q xudoyim. Bu yerda o'ralashib yurishibdi. Juda xavotirdaman. Bittasi bor. Qarab turing eshikdan, qochib ketmasin u. Qarab turinglar. Ushlanglar, shoshma. Yo'q. Qochma, qurshovdasan. Bu yerda mencha ko'payib ketishdingiz. Hammangiz shu yerdamisiz? 100 ming shandami? Jimmy, Nolan, men ushlanib Qoldim. Tariqni ushlab olishdi. Men esa bundan chalg'itish usulida foydalanaman. Darius? Seni ham ushlab kelishdimi? Bunisi boshqa gap. Nima bu, Pinobilmi? Yo'q xudo. Bunda tunda ko'rish mumkin ekan. O, masxalat. Yaxshi, bu yerda granata ham bor ekan, tutun chiqaradigan. O, bu nima?
O, bu planshet ekan. Bunda kim qayerdaligini ko'rish mumkin. Tarik bilan Darius turmada. O, bu zo'r ekan-ku. Dispetcher katta ilon. Bu yer bombosh. Kimdir nimadir ko'ryaptimi? Ular xato qilishini kutishimiz kerak. Bolalar, kanalizatsiya orqali yer ostidan qamoqxonaga kiradigan yo'lak bor. Balki Tarik bilan Dariusni olib qocharmiz. Men charchadim. Ha, Darius, qo'lingni ber. Qo'rqmanglar, tutilib qolmaysiz. Biz do'stlarmiz. 5 minutdan keyin ko'rishamiz. Agar ular qochib ketsa, ehtimol shunday qilishadi ham. Ularni ushlab qolishga tayyor turinglar. Yana bir bor hamma joyni tintuv qilamiz. Nimadir o'tkazib yuborgan bo'lishimiz mumkin. Ularni topamiz. Hali ham kinoteatr tomon ketyapman. Men Nolanman. Seni yuqoridan kuzatyapman. Seni atrofing to'la politsiyachilar. Yo, anavi senmisan? Ha, shu menman. Ellison, seni atrofingda politsiyachi ko'rmayapman. Qani yugur. Men oldinga yuryapman. Agar ular meni ko'rib qolsa, ishlar chatoq. Jimmy, Politsiyachilar seni oldingda. Yo xudoyim, politsiyachilar. Oldimda ikkita politsiyachilar turibdi. Menimcha xavfsiz joyda emasman. 1 minut. Jimmy, yashirinishing kerak. Chiroqni o'chirmasam bo'lmaydi, yo'qsa meni ko'rib qolishadi. O'chiraman. Men devor orqasida bekinib turibman. Kamerani ham hamma yo'g'ini sveti o'chiq. Mana shu yerni tekshirish kerak. Shu yerdan shubhadaman. Bolalar, bu yoqqa. ular shu yerda. Menimcha bekinib turishibdi. Bu yerda X bor. Menimcha qutuldim. Nolan, senga rahmat, meni qutqarding. Yaxshi bolalar, men kinoteatrga yaqinlashib qoldim. Kinoteatrdami? Men seni ko'ryapman, Jimmy. Oh, mana qayerda ekansan? Seni ko'rganimdan xursandman. Nega bizni topisha olmayotganiga qiziqyapsizmi? Chunki tungi rejimni o'chir. Mana shunday fonarsiz ko'rinadi. Ular bizni shu uchun topisha olmayapti. Oddiy ko'z bilan bizni payqash qiyin. Nolan, men Ellison bilanman. Uzoqroqdamisan? Kinoteatrga yaqinlashib qoldim. Hozir 5 minut oldingizda bo'laman. Yaxshi-yu, bundan tezlasha olmaysanmi? 1 sekund uzr so'rayman. Bir nima qilishim kerak. 17665, 17666, 17660. Ha, Nolan. Qarang, juda ham mazali, ha? Qorningiz ham ochgandir. Buni xayolingga ham keltirma, xayolingga ham. Juda ham qo'lga tushasan, Nolan. Hozir qaytaman, ha? Hali afsuslanasan. Qanaqa kiyimdaligini eslab qoling. Nolan masxalatda. Qo'y, bolalar, menda bir informatsiya bor. Ulardan biri masxalat kiyib olgan. Biz hozir bir ish qilamiz. Yoki u aqlli fikr bo'ladi, yoki ahmoqona. Ular bizni tutib olishadi. Zo'r deb umid qilaman. Qamoqxonaga to'g'ridan to'g'ri olib boradigan yer osti tunneli bor. Bu qamoqxona bir vaqtning o'zida politsiyachilar shtabi va kvartirasi ham hisoblanadi. Agar bizni ko'rib qolishsa, u biz uchun yagona chiqish yo'li. Bilasanmi, biz o'zi qochishga urinayotgan joyimizga qaytyapmiz. Ularni qochishiga yordam berishim balki eng katta ahmoqligim bo'lar. Lekin Tarik bilan Dariusga yordam bermasam, ularning onasi hech narsa ola olmaydi. Shuning uchun politsiyachilar shtabiga dublyorimni yubordim. Uning politsiyachilar chalg'itish uchun zo'r rejasi bor. Bolalar, ponchik xohlasizmi? Ha, albatta, yaxshi. O, menga ham bitta ber. Ha, albatta. Bu bizni chalg'itish uchun eng asosiy rol bo'lishi mumkin. Qaranglar. Xo'sh, orqaga qaytish uchun oxirgi imkoniyat. Men o'rtada ketaman, shunda o'zimni xavfsiz his qilaman. Men esa orqada, chunki sizlardan tezroq qochaman. Hozir butun shahar ostidan o'tamiz. Bu tunnel qanchalik uzunligini sizlarga kadrda ko'rsataman. Ellison, biz yetib keldik. Keldikmi? Men yana bir tunnelni nazarda tutgan edim. Yo, xudoyim. Yana timelapse. Bu yoqqa. Biz yaqin keldik. Bu yerdan burilishimiz bilan turma. Ko'ramiz u yerda politsiyachi bormikan. Nimani ko'ryapsan? Hech narsa yo'q, shunchaki bombosh koridor. Sen qancha? 10 soatdan beri shu yerdamisan? Jim bo'lmasang, sen tufayli bizni o'ldirishadi. Men Dariusni eshityapman. Darius gapiryapti u yerda. Aytgancha, kun tugashiga 2 soat vaqt qoldi. Shunchalik kammi? Politsiyachi ko'rinmayapti. Balki tekshirarmiz. Ha, tekshiramiz. Yaxshi, kiramizmi? Ha, ketdik. Bu men qilgan eng ahmoqona ish.
Kimdirni ko'ryapsanmi? Yo'q, menimcha toza. Menimcha hozir qo'rqib ketaman. To'xtang. Stop. Qo'y, bu yoqqa. U yerda politsiya. Tezroq. Ular bizni ko'rishdi. Bu jinnilik bo'ldi. Politsiya, to'xtang. Jimmy, bizni qutqar. Bizga yordam. Menimcha eshitmayapti, balandroq. Yordam! Ha, bo'la qoling bolalar. Nolan, granatani uloqtir. Ular nimadir tashashdi. Ular quvurga tutun chiqaradigan granat otishdi. Ular hali ham shu tunnelda bo'lishlari mumkin. Menimcha biz tuzoqqa tushdik. Chiqish yo'lini ular ham bilsa kerak. Yo'q. Menimcha bu oxiri, biz tamom bo'ldik. Ellison, biz uni yo'qotib qo'ydikmi? Yo'q, xudoyim. Nega Ellison to'xtadi? Ishlar chatoq. Bu yerdan tezroq chiqib ketish kerak. Ular bizni kutib turgan bo'lishi mumkin. Bo'la qol, Nolan. Ortingdaman. Bu yoqqa. Ellison o'zini qurbon qildi. Uzoqroqqa qochishimiz kerak. Hozir bostirib kelishadi. Guruh tunnelni janubiy tomonini qidirmoqda. Guruhlar shimoliy tomonga. Yigitlar, perimetr bo'ylab yo'lga chiqamiz. Gumonlanuvchilardan biri yashirinib yuribdi. Bu tunnelda faqat bitta chiqish yo'li bor. Chiqishni to'singlar. Oldinga. Men yigitlardan qolib ketdim. Tunnelda bekinib o'tiraman. Chiroqlarni o'chirib qo'yaman. Ular meni ko'rib qolmasligi uchun. Har tomondan qurshovga olib xuddi zanjirsimon yuramiz. Nolan, Jimmy, eshityapsizlar? Ha, Ellison, senmisan? Ha, bolalar, yashirinib yuribman. Shoshma, seni ushlab olishmadimi? Yo'q, tunnelda bekinib olgandim. Ayyorsan. Konteyner oldida ko'rishamiz. Politsiyachilardan ehtiyot bo'l. Xo'p, yarim yo'ldaman. Biz yo'lni deyarli yarmiga yetdik. Shu oxirgi nuqtada uchrashamiz. Yaxshi, oldinga. Tungi rejam bizga kerak. Men fonarni ko'ryapman. Shu yerni yaxshilab qarang. Qani ketdik. Hoy bolalar, menda ishlar chatoq. Hamma yo'g'imda politsiyachilar. Men juda qo'rqib ketyapman. O'rmon chetlarini yaxshilab qaranglar. Yo xudoyim, ular meni oldimga kelishyapti. Ha, mana shu yerlarni qaraymiz. Yo xudoyim, ular kelishyapti. Ana u yerda ko'zlarini ko'rdim. Daraxt o'rtasida. Roppa-rosa 11 soat oldin qilib bo'lmaydigan ishni boshladik. Hatto 100 nafar politsiyachilarni aldab, ulardan qochib ketish uchun maxsus yaratilgan shaharlarda yurish oson bo'lmadi. Bu esa aql bovar qilmaydigan haqiqiy sinov bo'ldi. Va endi oxirgi daqiqalarda faqat bir narsa qoldi. Yo'q, tutildim. Buni boshlash vaqti keldi. Hibsga olinding. Ketdik. Seni tutish olmaydi, Jimmy. Biz qidiradigan hudud mana shu joyda va bu asosiy qidiruv joyi. Atrofni yaxshilab qarang. Ular ana u yerda. Menimcha biz chapga. Yo'q, ular ana u yerda. Atrofni sinchiklab qarang. Ular qayergadir yugurishsa, biz ularni tutib olamiz. Bu yerga, ortimdan. Qayta saf tortib yuramiz. Tezroq ortimdan yugur. Ular menimcha konteynerlar orasida. Jimmy. Ular bizning atrofimizda. Qani ichkariroqqa kiramiz. Yo'q. Bu yer tirband. Xatoga yo'l qo'ydik. Bir qator bo'lib yuringlar. Biz qurshovdamiz. Yo'lni shimoliy tomonini to'sib qo'yinglar. Ular ana u yerda. Har tomonga tarqaling. Jin ursin. Ketdik. Shahar politsiyasi, qo'lingni orqaga qil. Yo'q. Qo'liga kishan taqing. Deyarli qochib ketgandik. Mayli, to'xtang. Yo xudoyim, qancha politsiyachi? Sinov tugashiga yarim soat qolganda politsiyachilar barcha beshalamizni ham tutishdi va $500,000 yutib olishdi. Qamoqqa ketishdan oldin sumkamdagi bloknotimni olib bering iltimos. Qarshi emasman. Ha, u yerda pullar ko'p, ha. Yaxshi, u pastroqda. Ha, mana u. Va qolgan joyda shu kitobni reklamasi edi. Men uni tarjima qilmay qo'ya qoldim chunki bizga kerak emas. Sizlar bo'lsa videoni shu joygacha ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yaqinda 500 mingta bo'lishimizga ozgina qoldi. E'tiboringiz uchun rahmat.
Ekraningiz o'rtasida dumaloq qalqib chiqqan kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Bu bizning yangi Shuko Live kanali. Bu yerda sizlar uchun tez orada qiziqarli jonli efirlar o'tkazamiz. Ekran chetida chiqqan videolarni ham tomosha qilishga tavsiya beraman. Zerikmaysiz. Hammaga omad.